Qotil kim bo'lishi mumkin, ha? Kim bo'lishi mumkin? Muhsinov Muhiddin bir necha marotaba jazoni o'tash muassasalarida o'tirib chiqqan. O'g'irlik, jinsiy zo'ravonlik. Yo'qolay o'nnayni. Onamni haqorat qilish senga emas. Siz marhum Muhiddin Muhsinovning o'limida gumonlanyapsiz. Adashayotgan bo'lsangiz kerak. Iltimos, qoching, shoshilyapman. Onangdan ayrilib qoldik. Nima? O'sha kundan keyin katta bo'ldi. To'xta. Agar baqirsang o'lasan. Voy qiz, tushundingmi? Ovozingni chiqarsang o'ldiraman. Pichoq suyakka qadalgandan keyin borib hammasini aytdim. Ular meni haydab yuborishdi. Men nima qilay, yetimcha? Esladingmi? Meni kechir.